Machiavelli ogohlantirgan: agar sen shafqatsiz bo'lishga tayyor bo'lmasang, sen doimo bunga tayyor bo'lganlarga itoat qilasan. Ko'pchilik buni tushunmaydi. Ular hayot adolatli deb o'ylashadi. Yaxshi bo'lish muvaffaqiyatga olib keladi. Shunchaki yaxshi inson bo'lishning o'zi kifoya. Bu yetarli emas. Dunyoni yaxshi, halol yoki axloqiy odamlar boshqarmaydi. Uni jasur, strategik va sovuqqonlar boshqaradi. Sen amal qiladigan har bir tizim, maktab, ish, davlat sendan ko'ra shafqatsizroq kimdir tomonidan yaratilgan. Va sen ularning qoidalari bo'yicha o'ynayotganingda, ular yangilarini yozadilar. Seni joyingda ushlab turish uchun. Mana haqiqat. Agar sen ularni aldab o'tolmasang, ulardan ko'proq ishlolmasang, sen ularga itoat qilib yashaysan. Bu shafqatsizlik emas, bu omon qolish narxi. Shuning uchun savol men kuchli bo'la olamanmi yoki yo'qmi emas. Haqiqiy savol shundaki, men kerakli